halollik jamiyat taraqqiyotining poydevori, ya'ni musulmon kishi hayotida halollikka qanchalik e'tibor berishligi lozimligi to'g'risida Qur'oni Karim oyatlari, Habibimiz Muhammad alayhisalomning hadis shariflari va ulamolarimizni bizga qoldirib ketgan o'gitlari borasida suhbatlashamiz. Ma'lumki, halollik va halol rizq baxt, saodat, qalb xotirjamligining sababi bo'ladi. Hamma narsada halol bo'lgan odam, haloldan rizqini haloldan topayotgan odam bu dunyoyu oxiratda baxtli, saodatli hayot kechiradi. Va eng asosiysi xotirjamlik, qalbida xotirjamlik, sakinat bo'ladi. Bunday aytganda tinch, xotirjam, maza qilib yashaydi. Odamlar orasida o'zaro hamjihatlik, hamkorlik, ishonch bo'lishi uchun ham halollik lozim bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Baqara surasining 168-oyatida mana shunday marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil arzi halalan tayyiban va la tattabi'u khutuwatish shayton innahu lakum aduwwun mubin. Ey odamlar, yerdagi halol pok narsalardan tanovul qiling va shaytonning izlaridan ergashmang. Albatta u sizlarga, ya'ni shayton sizlarga aniq dushmandir. Ushbu oyat karimada Alloh taolo bizga halol pok narsalardan tanovul qilib iste'mol qilishimizni buyurish bilan birga bizni ochiq dushmanimiz bo'lgan shaytonni izidan ergashmaslik, shaytonni so'ziga quloq solmaslik, shaytonni orqasidan ketib zalolatga uchrab bu dunyoyu oxiratda yuzimiz shuvut bo'lib qolmasligi uchun Alloh taolo sizni bizni ogohlantiryapti. Shuning uchun ham dinimiz bizni halol mehnat va kasb-kor qilib rizqimizni haloldan topishga buyurgan. Imom Tabaroniy rahmatullohi alayhidan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Man amsa kallan min amali yadayhi amsa maghfuran lahu." Kim mehnat qilib, ishlab, horib, charchab uxlasa, kunduz ishladi, rizq topay dedi, bola chaqamni boqay, ahli oilamni boqay, birovga muhtoj bo'lib qolmay, ota-onamni xizmatini qilay, yaqinlarimga, qarindoshlarimga silai rahim qilay, niyat to'g'ri va to'g'ri pok halol mehnat qilyapti. Shu mehnatining orqasidan odam kunduzi turli mashaqqatlarga, qiyinchiliklarga duch keladida, kechqurun uyiga borganda mehnati sababidan, o'sha mehnat orqasida kelgan ba'zi mashaqqatlar sababidan charchab uxlab qolsa, Alloh uni gunohi kechirilgan holda tong otqizdirar ekan. Musulmon odam uchun o'zi mana shu eng katta mukofot shu o'zi. Haloldan topish uchun harakat qilyapti, haloldan rizq axtaryapti, haloldan topayapti, niyati to'g'ri. Haloldan topib, halolga sarflash maqsad. U kechqurun charchab uxladi, Alloh taolo uni gunohini mag'firat qilgan holda tong otqizdiryapti. Biz uchun, mo'min musulmon uchun eng katta zafar, eng katta yutuq mana shuni o'zi.